Yaxshi remontli, hamyonbop 3 xonali kvartirani video obzor qilgan kelganmiz. Yunusobod 8-kvartal Sezammi to'g'risida joylashgan 12 qavatli domimizni 2-qavatida joylashgan 3 xona, 71 kvadrat metr umumiy maydonga ega bo'lgan kvartirani video obzorini qilib beraman. Ko'rishingiz mumkin, xonadonimiz juda ham akkuratniy va chiroyli remont qilingan. Kladovka joylashgan bu tarafimizda kichkina. Kiraverish eshigimiz bo'tdi. Xo'sh, kirishimiz bilan chap qo'lda detskiy xonamizda joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Xonadonimizda shu holatida, ya'ni mebel va texnikalar bilan birga sotilyapti. Bu tarafimizda zal. Zalimizni qaranglar. Faqat televizori yo'q ekan. Qolgan hamma narsalari shu holatida, shu ko'rinishda qoladi. Kuxnyamizda joylashgan bu tarafda. Kuxni garniturlar полностью o'rnatilgan va o'ng tarafimizda o'tirib ovqatlanadigan joyimiz. Xo'sh, razdельный sanuzellarimizni ko'rinishi, hojatxonamiz va vanniy xonamiz. Kir mashinalari ham bor. Uni yonida katta spalnya xonamiz. Spalnya garniturlar, shkaflar va ajoyib bralar o'rnatilgan. Xonadonimiz holatiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa, rahmat.